Assalomu alaykum qarindoshlar. Javoda so'z yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 5-qismli darsimiz. Biz bu qismli darsimizda mush o'zgargich miqdorni, ya'ni variable deydi inglizcha. O'zgargich miqdorni qanday qurish va o'zgargich miqdorining nimaligini hamda variable deb asanlam bo'ldi. Variable. Masalan, matematikaga o'rgangan bo'lsanglar, noma'lum bir narsa bor, masalan, 3x y da 3x qo'shilgan bir bo'lgan bo'lsa, o'sha x qanday o'zgargich miqdor o'zgaradi demoqchida. Bu hamda kompyuterda azroq o'xshamaydi. Bu yerga men o'zgargich miqdor degan nima deganda biz bir ko'z oldimizga bir xurjunni keltirib olsak bo'ldi. Biz Javaga sonliq ma'lumot kirgizgan chaqda biz uningga sonliq ma'lumot tipini aniq deydik. Oldingi qismli darsimizda o'rgangan shunami. Bu sonmi, arif tizimsimi, booleanmi yoki son bo'z butun sonmi, podsonmi degandek shunaqa. Undan keyin qimmat elish tarixi bo'yicha. Hamda mushuni biz bir o'zgargich miqdor orqali qanda shuning ichki saqlag'uchida quramiz. Hamda o'zgargich miqdor nima deganda o'zgargich miqdor shu ichki saqlash birligi ism va programmadagi asosiy saqlash birligi. Program ijro qilish jarayonida shu o'zgargich miqdorining, ya'ni variable'ningki qimmatini, saqlangan qimmatini o'zgarsak bo'ldi. Keyin darsimizning oxirida final deb bir so'z bor. Shuning bilan o'zgartkil bo'lmaydigan qilib bo'ldi, lekin uni darsning oxir so'zlaymiz. O'zgargich miqdor faqat ichki saqlash o'rniga berilgan ism. Shuning bir ism berimizda, keyin biz shu kodni yozmoqchi bo'lgan kodni yoki o'zgargich miqdorini ishlatmoqchi bo'lsak, bevosita shu ismlarni olsak bo'ldi. Undan keyin barliq mashg'ulotlar ichki saqlash o'rnining o'zgarish unumlari qarta ayilib berildi. Javada barliq o'zgargich miqdorlar ishlatishdan burun e'lon qilinish kerak yoki qurilish kerak. Hamda o'zgargich miqdor qanday e'lon qilinish kerak yoki qanday qurildi desanglar, odatda cho'qim biz o'zgargich miqdorning yoki variable'ning ismi bilan shu tipini birga quramiz, birga yozamiz. Cho'qim mush yozilish kerak. Andan keyin ma'vo qanday jarayon desanglar, masalan, biz bir sonni quraylik. Int qo data type yoki sonliq ma'lumot tipi bilan data type bilan shuning ismini variable name, masalan, number. Mana biz bir variable qurdik. Bu xurjunga o'xshaydi. Number deya ismdagi bir xurjunni qurdik. Ana mush xurjunga biz son solsak bo'ldi. Cho'qim sonliq ma'lumot tipi int, ya'ni butun son bo'lganini sola olamiz. Ya'ni 2 milliardgacha sonni saqlab bo'ldi. Uningdan buning arif saqlanmaydi, boolean saqlanmaydi, faqat int mushu data type bilan saqlab bo'ldi. Hozir bu qurildi. Bu faqat qanday qurildi. Uningdan boshqa masalan string qo'ysak bo'ldi, masalan so'zda yoki word debchi. Qurildi bu, qurildi. Lekin buning qimmati bormi? Qimmat bermadi. Uni boshlash deydi, ya'ni variable initialization deydi inglizcha. Uni qanday quramiz desak, u internasana. Mush qurg'anga masalan number deb qurdik-ku, tang 1200. Hozir qimmat verdik. So'zguchi so'z cho'qim naql elinish kerak. Salom dunyo. Cho'qim yepilish kerak shunaqa mana. Buni initialization deydi. O'zgargich miqdorining boshlashi. Endi biz bunda yozimsak ham bo'ldi. Buni endi qanday yozsak bo'ldi? Masalan, mana int number cho'qim o'xshashni ishlasak bo'lmaydi. Bevoslam qimmat bersakmi, amaliyotda qanday bo'laverdi. String masalan qanday? Yo'q. Shumusiz degandek. Mana qilsakmi bo'laverdi. Bu masalan qanday tushunamiz deganda mushu word 1 degan mush xurjunning ichida, so'z 1 deganning ichida mana ma'vo arif tizimsa yoki so'zlar saqlaqliq kim ishlatmoqchi bo'lsak, bevoslam shu yerdan ilib mushni naql elib ham chaqirib ham ishlata olamiz. Hamda buning misolga olsak, masalan, ma'vo bir class name go, masalan, ramgo Java kod yozgan. Ma'vo asosiy metod go, public static void main string argues degan shunaqa. Float
Sonliq ma'lumot tipi float. Masalan, matematikaning chambarning turaqli qiymati pi 3.114 oxirida bir qancha san bor, yoki 3.114 deb bitlab olamiz go. Chambarning yuzini yoki boshqa narsa hisoblagan chog'da. Bu float pi deb bilib, hozir men qanaqa qildi? Qurib oldi pi deb. Endi buning qiymat vasi qanday? Pi ni teng 3.114 f. Chunki men float olgan ekan buning shu skutik holati qandaymish f degan harf yozish kerak. Endi buni besib chiqargan chog'da qandaymish? Pi ni besib chiqarsaqlar 3.114 bo'ldi. Mana bu birinchi jarayon. Buni o'zgartirish miqdorini qurish deymiz, yoki e'lon qilish. Declare the variable deydi inglizcha. Declare the variable. Ostidagi shu o'zgartirish miqdorini initialize, boshlash. Buni biroqlar men boyam ko'rsatgandek izlesek bo'ldi. Rost bugungi darsimiz mushagicha. Tushungan nuqtalar bo'lsa, asl inkas shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.